Siz mebelshik bo'lsangiz va premium klassda ishlayotgan bo'lsangiz yoki premium klassga o'tayotgan bo'lsangiz, unda bu videoni oxirigacha ko'ring. Biz bu yoqda Quartz S 3-nomer toshdan yasab berdik. Stoleshnica, fartuk yasab berdik va buni noodatiy yasab berganimiz, dizayn qanday bo'lsa ko'rsatib bergan bo'lsa, xuddi shunaqa yasab berdik. Figuralarini chiqarib, fartuklarini yasab, moykani tagidan uстановка qilib berdik. Bu yoqda решение ham необычный bo'ldi. Dizayn bo'yicha stoleshnica bir xil ketish kerak emasdi, imенно tepaga chiqib turish kerak edi va qalin bo'lib ko'rsatilib berish kerak edi. Mana bu imенно Gasprida turadigan joyda. Chunki bu yoqda qimmat, mana bu $500 ruchka qo'yilishi kerak edi. Va buni ko'rinishiga baho beringlar. Juda ham chiroyli chiqdi menimcha. Agar sizlarga shunaqa xizmatlar kerak bo'lsa, pastdagi raqamlarga aloqaga chiqinglar.